Odam qisqagina hayotida nurg'ulg'an issiq sovuqlarni boshdan o'tkazadi ekan. Men o'zimni bilgan cheg'imdan boshlab, toki dadam bizni tashlab ketganiga qadar uning menga bir qitim ochiq chiroy ochganini yoki qizim deb chaqirganini bilmayman. Mana hozir bo'lsa dadam balki mening bu dunyoga ko'z ochishimga narozi bo'lsa kerak deb o'ylab qolaman. Lekin sababini zaten tushunmayman. Turmushning qatma-qat yukini dengizga yutib olgan bechora opam ukam ikkimizning holidan xabar etgan edi. Lekin taqdir buning bilan bo'ldi qimmat. 5 oyning oldida ukam Dilya mashina hodisasiga uchrab, uningdan ayrilib qoldik. Shu ishdan keyin opamning salomatligi yaxshi bo'lmadi. Doktorxonada necha qitimlab yetib chiqdi. Barini to'ladi. Yo'q nima iloj. Ikkimizga to'ttamdan boshqa hech kim qolmagan bo'lsa-mu, har hol shukr. Opam xeyli yaxshi qoldi. Yaxshi qopdi men qizim. Doktor nimalar dedi opa? Azroq dori yezib berdi. Amsa dorilarni qarasam, nadiki dorilarni yezib beribdi. Uningdan ko'ra uyda yaxshiroq kutinsamla bo'lmadimi? Ansirman qizim. Opa, siz birdam aram etib turing. Men sirtga chiqib, ko'ktat olib kelib sizga tamoq etib beray. Yanchig'imda pach pul boshini ishlating. Pulni oldimi, opa? Hayal qilmang, ha? Baqil. Men chiqib ketdim, opa. $286. Opam dorilarning pulini to'layamagashki, ammabdi ekanda. Xudo. Men qanday qilsam bo'ladi? Opam bu holatda yassa, menga o'qishni nima qo'yibdi? Men pul tepib, opamning bu dorilarni cho'qim olib berishim kerak. Opa, turing, azroq bir narsa yeylik. Nurgül, maktabingizga menivering. Kechikib qolmang yana. Tushdi kelib, opa, sizga obdan taboq etib beraman. Allohga omonat. Xo'sh, opa. Kechdi baldiroq qaytib keling.
Dada, bu yerda men qilgandek ish bormi? Nima ish qila olasiz? Nima ish qilsam mayli? Qoch-quch yeb oshxona tozalsam, choy qo'yib tamoq tushsam bo'laverdi. Qarasam pek kichkansiz. Maktabda o'qimadingizmi? Yo'q, Ota-onangiz bormi? dadam yo'q. Opam kasalchan, shung men. Ha, bildim. Undaqda men sizni xo'jayin bilan ko'rishtiray. Jirim. Ma'qulada, rahmat, rahmat. Digine oğlum, nima yeysen? Hech nima yemayman. Nima ishqa? Uydagi ayolni ketkizib, Onu ketkizsem san kim qaraydi? Tez bol oğlum. Ağaç saqlab qoldi. uni bu yerda men turg'izib qo'ymadim. Saqlamasın yerkassin. Uydagi so'rang xotin bek eskikan. Meni doim tillaydi. O'zining askiligiga baxmay, haqni askiraydi texi. Sen bilan bir uyda turgan odamning jiniga voy. Boptu, sening dinindak bo'lsin. Ma'qulmi? Nima yeysan? Polo. 2 kishilik polo keltiring. Ma'qul. Choy ichi. Voy. Va balani. Kiyimlarini qalaymiqan tashlab qo'yganni. Ishkapga sep qo'yishni bilmagan. Xap, bakkapsizda bu. Hey. To'xta. Nega qatsan? To'xta deyman. Qatsankin. To'xta. Xo'p bo'ldi. Seni tutib oladigan bo'lsam, nima qilib yetdimankan qarab tur. Nima qila olaysang? Sat qeri, ketdisam ketmagandikin. Xo'p bo'ldi. Xo'p bo'ldi. Xo'p bo'ldi. Seni tutib olamam deman. Seni tutib olamam de. Voy, hep to'xta. Menga shunday qilamsan? Ha? Mening yurak kesilim bor tursa. Satqiri. Adabsiz. Maktabda o'qig'ining qanisining. Ha? Qadaq. Ha? İstanbul'da Oy yürgüm. Üstümen deydi tehi. Kıyri. Seni. Ben seni tutu olamam dem. Oy oy oy. Yaxşı oldu. Yıkırıp yatma. Bunu mu bir kötü bak. Oy nemi kılavat sen emde. Oy Xuda. Oy bu nemi kögülük emde. Oy çaşma. Oy boldu kız. Seni öl kılıvatsam. Hey boldu. Noçılık kılamsan kayri. Hepsini. Sana qarayman degan odamning o'zi sarankan emasmi? Sen o'zgarmagidaksan. Sen odam bo'lmagidaksan. Sana vaqtimni isrof qilsam bo'lmagidak. Bo'ldi. Men ketay. Hozir ket. Men ketay. Ketay. Acab yaxshi bo'ldi. Ket. O'zing yashab ol. O'zing yasha. Uzatmadim men sen ketib ol. Ketib ol. Asla ketib ol. Adabsiz. Sana vaqtimni isrof qildim emasmi? Acab yaxshi bo'ldi. Yaxshi. Oy nima bu? O'g'il narsa-ku. Voy ey! Qandaq. Voy qayoqqa? Endi ikkinchi kelmaysan. Voy ketay. Voy tezroq ketib olay. Bo'ldi, ketay. Oxir ketdim seni. Sen o'zing yashab ol bu uyda. Opa! Ha? Dilyar? Oy canım balam.
Kile. Болады o'ylab kirdi. O'ylab qardingmi? Ha? Kile yenim chiqib yotgan ha, oyog'ingni soldirib qo'yay. Ha, sala. Kile, billa uxlayli. Ay jinim bolam, talab ketkinni. Opa, mohiqa yetib bera. Ma'qul. Burunqi zamonda bir kambag'al dehqon yashagan ekan. U o'ylanib uzun yilg'ich farzand yuzi ko'ramabdi. U har kun Allohdan farzand tilab nola qilar ekan. Kunlarning birida uning ayoli rostla bir o'g'il tug'ibdi. Biroq u bola shunchalik kichik ekanki, aram dadasining bosh barmog'i bilan tang chiqar ekan. Shunga ular bu bolaga Boshmaltaq deb ism qo'yibdi. U bola xuddi senga o'xshash bak aqlli bola bo'pti. Ota-onasiga shunday kuyinadi ekan. Ularga yordamlashib, Boshmaltaq nurg'un ishlarni qila oladigan bo'pti. Bir kuni u bir xalta bug'doyni harvig'i besib, tugmanga un tatqilib beribdi. Xo'jayin, menga azroq pul berib tursangiz bo'pti ekan. İşlemeyle puldaysiz-ku, nimaga ishlatdingiz? Opamning kasali kundan kunga ig'irlashib ketyapti. Shunga men Ha, asli bunda qishmetdi. Singlim, unda xos men sizga avval 20 oylik maoshingizni bergishtiray. ma'qul. Mana. Rahmat xo'jayin. Apa? Qaytib keldingizmi? Ha. Qarang apa. Men sizga doktor buyurgan dorilarni olib keldim. Ko'rib beqing. Bunimi ko'rib beqing. Bundaq dorilarni qanday oldingiz? Apa, siz nima ish qilmanda yurishsiz? Kasal tarixi daftoriga qarasam, yurak kasali, nerv ojizlik deganda kasallarga davo bo'ladigan dorilar yozilibdi. Siz bo'lsangiz parvo qilmay yurasiz. Vaqtida davolanmay birashib qolsa, men qanday qilaman, apa? Amisi bu dorilarni nerga pulga oldingiz? Ayting. Men buni saboqdoshlarim berib turdi. Apa, men maktabga bordim-a? Ha, ma'amsiz. Diqqat qiling, ha. Nurgül, bana rast gap qiling. Bugün zodi nega bordingiz? Apa, bu nima deganingiz? Maktabga bormay, oshxonalarda ishlab yurgan o'xshamamsiz. Nemishqa darsga bormaysiz? Men sizdan qancha zo'r umidlarni kutgandim bilamsiz? Apa, siz og'riqcham tursangiz, men qanday o'qiy olmayman? Kim sizga men og'riqchan deydi? Mana bir obdan turmandim qizim. Darsga bormasangiz qanday bo'ladi, ha?
kunda ishlamasam bo'lmoqdek. Jinim tenimdala bo'ladi ekan. Sizni cho'qib o'qitaman. Yo'q appa, men o'qimayman. Siz bilan birga ishlayman. Mening sizdan jafo qo'yg'im yo'q. Gap qilmang. Cho'qim o'qiysiz. Atda maktabga bering. Sizning hozir ishlaydigan vaqtingiz emas, maktabda o'qiydigan vaqtingiz. Appa, men baribir o'qishdan qayg'ilib bir oy bo'g'iltirdi. Maktabga borganim bilan darsga yetishamayman. Kelar mavsumda o'qiysiz. Yetishamisangiz kelar yili qaytalab o'qiysiz. Men muallimingiz bilan so'zlashib qo'yaman. Kelar yili qaytlab o'qiydigan ish bo'lsa mayli, lekin salomatligingiz butunlay asli kelib bo'lguncha siz bilan birga ishlayman, appa. Appa, siz degan ish tanishtirish o'rni qayerda? Oldimizdagi do'qmishdan qayrilsaq yetib boramiz. Yarashdimi, appa? Yarashdi qizim, bek yarashdi. Yoqtirdingizmi? Nurgul, yo'q mayli. Hey, tamuqingni ye. So'p ketdi. Sening otgan tomog'ingni yemayman. Nimanda qo'shang nemisan? Uydan chiq desammi bezirib qarab o'tirgansa. Tamoq yemasanchi qarab o'tir. Menmichu qilish tegishini hammani qilib bo'ldim. Mengamuchu pul kerak, pul. Bum sendek bag'razni. Oy, bo'ldilar. Sen gap qilg'ichi o'zimning ishini yeychi. Bag'razgan o'zing. Yesam yemasam sening nima ko'ring? Yesammi o'zimning tomog'i. Buni yo sening uyingdan ekanmigan? Mana yedim. Kim sening moyliq go'sht to'g'radi de ola? Buni o'zing ye. Buni yemayman. O'zing ye. Buni yemayman. O'xshamabdi atgan tomog'im. O'zing ye. Hey! Hep. Sendek shumga qaragan ekan, menmi sarang? Tova, jahonda sen o'xshash saranglarmi bo'ladi ekan, ha? Amdichu, men mumkin berman desimcha, hargiz ishlamayman. Sendek shumda joq to'ydim. Kelsan ket, hajab yaxshi bo'ldi. G'alba qildim. Yana bir dushmanni yo'lga soldim-da. Hajab yaxshi. Vey, yaxshimisiz Aygulmi? Ha, men, voy xudoyim, bolangiz bir qiliqsiz ekan-jimi? Nima? Meni tilab. Bola japa soldimi? Qachon? Bag'an kunilar. Kichik bola emasmi? Meni xizmatim oldirashib qoldi. Ozroq yordam qilgan bo'lsangiz bo'pti ekan, bo'lamdi. Unda qilmay kelsangiz bo'lmamdi. Men uning gap qilib qo'yay, xafa bo'lmang. Bir necha kun bo'lsa qarab bering. Bo'lmayman, unda qilib ko'mab ekanman. Voy. Voy. Ha.
Ay paşamsiz. Ha, Yaxshimisiz? siz Imronning dadasimi? Ha. Kelmidingiz-ku? Vaqtim yo'q. Nima? Balamga 2 kun qarab bergan bo'lsangiz bo'pti ekan. Ata komandировка chiqmoqchidim. Uningga qaraydigan odamimiz bo'lmaydi. Shuni kelsangiz bo'ladi, ukam. Vaqtim yo'q. Bo'ldi, so'zlamayli qo'ying. Men bek aldirash, xo'sh. Assalom. Qanday yaxshimisiz? Bilishimcha siz Marixango deyman. Men sizni tonimadim-ku. To'g'ri, siz meni tonimaysiz. Mening ismim bo'lsa Fazilat. Men mundaq bir ish bilan kelgan edim. Mening bir yoshga kirgan bolam bor edi. Uning qaraydigan odam yo'q. Yo'lishim bo'lsa sirtda ishlaydi. Anglasam sizning bir qizingiz bor ekan. Shunga qarisi qizim qarab berandigan deb kelgan edim. Bu ishni qizim bilan maslahatlashib, andan bir javobini bersam. Ey kiring, bir piyola choy qo'yay. Çay içip bo'ldi, sizni avar qilmay. Mendan xotirjam bo'ling. O'zim bo'lsam naytim angliq ayol. Qizingizni bolamga qarashdan boshqa hech qanday ish qilmayman. Oylig'ini nayti yuqori beraman. Qani, o'zinglar obdanroq bir maslahatlashib beqinglar. Javobini adilga bersanglarmi bo'ladi. Ma'qulamsa adiyani kilaman. Xo'sh, ma'qul. Qani o'tiring. Sizga qanday mulozimat kerakdi? Men o'tganda bu yerga kelib tizimlatib qo'ygan. Bir muvofiqroq xizmat bo'lsa ishlaymikin degan edim. Ha. Ismingiz nima ekan? Marixan. Ha, Marixan. Ha, tizimlatib ekansiz. Mundaq ish ekan. 10 yoshlik bir bolaga qaraydigan ish ekan. Kunduzi osh tomog'ini etib, kir qatlarini yuvib berdi ekansiz. Maktabga olib keldi ekansiz. Sizningcha qandaq bo'lamdi ekan? Bo'ladi. Men qilay. Qo'limdan keladi. Maoshim yaxshi ekan. Biroq sizmi uzungacha ishlaymasligingiz mumkin. Shundaqdimi aloqalash baqay, ha? Voy, Rahman apandima. Ha, men ish tunishtirish o'rnidan sizga yana bir yangi ayol xizmatchi deb qo'ygandim. Ha. Shundaq. Hozir kelamsiz? Ma'qul, emas shundaq bo'lsin. Ma'qul. Rahman apandi hozir keladigan bo'ldi. Biroz saqlab turing. Rahmat sizga. Rahmat. Sizin ayrılığım yo'q, apa. Meningmi shu qizim. Biroq sizni uyda yolg'iz tashlab qo'ysam, texim xotirjam bo'la olmayman. U yerga billa operay desam, umi xalqning uyi tursa, uningdan ko'ra mush yerda ishlab baxmamsiz. Bu ayolmi xeyli obdan ayoldek qiladi. Sizning holingizdan yaxshi xabar ep qo'yman dedi-ku. Ishlab beqing. Agar kunamigidek bo'lsangiz uyga qaytib ketasiz. Men buningdan ansirmadim, apa. Sizning ayrilishga ko'zim qiymayotdi. Meningmi sizdan ayrilg'im yo'q, lekin nima amal? Qarang. Mushu shu. Kiravering qizim. Kirib keting. Knopkani bosing. Voy, kelinxon qiz. Bu sening nima qilganing balam? Ha? Sen muşning bilan bir emas, 6 xizmatkorni yo'l silavatding. Endi o'zing deb baqa. Mushunda qilaversang, kim sening osh tomog'ingni itib, kir qatlaringni yuvib berdi? Menga ularning keragi yo'q. O'zim qila olmayman. Gapimni angla. O'g'lim, sen tek kichik, ha? O'zingning oldin o'zing xabar olmaysan. Çoxum sana bir adam qarşı kerak. Bunu bilemsen. Mening xizmetim aldirash. Onun üstüge daim komandировка chiqib turman. Sening holingdan xabar olgudak vaqtim yo'q mening. Menga boshqa ayollarning keragi yo'q. Opamni katta. Opamni sig'indim. Opang endi qaytib kelmaydi bolam. Opa. Opamni sig'indim. Opamni katta.
Gap angla oğlum. Ben yana bir xizmatkar ayol deb qo'ydim. U ertatiga kelib san qaraydi. Ta'til to'shquchi bo'lsa-mu, uni ketkizib yotmayga bo'lamdi. Ha? 阿魏康宁止痛更治。 Acaba içim puştu. Ha, qani kiring. O'g'lim, Dada, kela o'g'lim. Bu yoq mening o'g'lim Imron bo'ladi. Bu yoq Marixan apash. U bugundan boshlab sanqiraydi. Ha? Amisi men ishga berib kelay. ma'qul. Kela o'g'lim, suyib qo'yay. Gap angla juma bolam, ha? Amisi balasiz qoldi. Xatirsiz Mening bo'ldi. azroq ishim batdi. Odamning ichini pishirib yana birisi keldi. Opa, Dilyar, canım balam. Acep köygüm geldi. Canım oğlum. Canım balam. qo'yva saran xotton, kim sening bo'lankan? Keçir oğlum. Keçir. Voy voy, to'li meni o'g'lim bolam devamigina ko'nglim ilashtirib. Singlim, astaraq yang. Gelingizga turib qolmasin yana. Man qarang singlim. Men sizga kiyimlarimdan bir necha qur beray. Uni vaqtida almashtirib pakiz yuvib kiying. Bosh ko'zingizni vaqti-vaqtida yuvib turing. Men ishga ketgandan keyin bolaga yaxshi qarang, sutini vaqtida bering bo'lamdi. Ma'qul. Yana bola uxlab qolganda uylarni pakiz tozalab qo'ying. Bolaning kiyim-kechaklarini pakiz yuving. Uyga ushaq bolalarni kirgizmang. Uyning uya bu yerlarini oqtirib bir narsa yutib ketmasin yana. Bo'lamdi. İşiniz yana. Oy. Qarash yo'qlig'ingni kelat tushirib qo'yay. Niyur tura, o'zim tushiman. Butishqa xotton. Lingar taqta, mari paypaq, mari degan o'libdi, to'piliqqa ko'mibdi. Yig'laydigan odam yo'q, o'zi qo'pib yig'labdi. Bu balanizi. Nurgul! Nima chaqirsa 5 kuniga chiqmaysan? Ovozni anglaganda yugurib chiqmamsan? Qani, sapni kechsa olmamsan? Qachonchi uyutman sana? Men qatamchi dedim, odam kelgan ama sapni kechsa olib qo'y deb. Nima ish qilyapsan? Tomoq yeyotdim. Bolajon, O'ynayotdim.
Oy, tatlılığını yalnız öldürüp göttünüz mü kocam, ha? O kilona. Kilona, akılıma kilona attın. Öten. Onam. Hem yerde öldüreyli ya. Kögüm köp göttü işini. Öten. Ömünün boğdilgim. Oy, tatlılığını. Boldu kıla. Boldu, şığılık adayım. Boldu. Nimançılar şığılaydı üstünü beğen mi de? Bədi, Kaça beğen? bayılı bəgən edim. Onam, kuşuğun tokyan kocam. Ma çıxmışın. Onam, boğdilgim boldular. Şığılımı gına. Uykum geldi mi o, ha? Şimdi okulda ya. Onam, okula, ha? Nем qılatsın? Bundaq qısan bolmaydı balam. Oy, işim qırlaşmay çıqı. Bundaq qılma balam. Qoyup qoy. Oy, qılıb. Nima ish qilyapsa? Ha? Nim qildi? O'lishkinli men sana 50 ko'y bergandim-ku, yonchug'imda aqtirdingmi? Ha? Nima ish gap anglamaysan, nima ish o'g'irlik qilsan, menga? Oyjon. Yog'och quloq. O'g'irlik qilgan ash qo'lingni chiqara. Yana bir qo'lingni chiqara. Monamsa. Bo'ldi, qo'yvaman. Urg'an bilan ishni hal Men qilib uni bo'lmaydi-da. ishlarni o'rganib qolmasin deb hech nimani kep qilmay beqiyapman. Qara buni. Seni yomon yo'l kirib qolmasin deb, ha? O'zim yemay, o'zim kaymay. Nima desam shuni qilib beryapsam, yana mana shunday ishni qildingmi? Ha? Qo'lingni akila. Yo'q. Endi qilamsan? Endi qilmayman. Yana mana shunday o'g'irlik qilamsan, ha? Akila qo'lingni, akila. Men uningga gap qilay. Endi u undaq qilmaydi. Ha? Men gap qilay. Mana. Buni yemeymen. Bunu mu yemeymen? Etken tabuğun okşumaptı. Undaq dema balam. Israpçılık qilsang yomon bo'ladi. Sana deb qo'yay. Aylab yillab go'shmay yemaydigan balalar nurg'un. Sen bir kun yegan yaxshi yemekliklarni ular bir umrda yeb baxmagan. Undaq qilma. Yegina bala. Balam deme dedim. Ben senin balan emas. Sen imandaq eski dönügün dadamga çekimçilik qilmagan bolsang, men bu tayak yemigen bolatdım. Bu evden çıkıp ket. Senin bana kergin yok. Çıkıp ket. Manga uval qilma balam. Qasam qilay dadangga men rostila demidim. U o'zi bilib qapti. Nemi desang meyli. İş qilib men bularni yemeymen. Yemisang bo'pti. Go'shtlarini men ilg'ib olay. Cho'pini yegin. Bu nima qilganingiz? Bu men bala go'shmayni yemayman deb shunga Dada o yolgan devattıdı. Men yeymen, göçlerini yeymen desem, o küçük bala may göç yese boyu özmey semirip çoşkidek olup getidi dep, olduğa koçamını tatlı aldı. yo'q, undaq emas. Men balaning gapiga ishonman. Bo'ldi. Tamog'ingizni ekilang, qo'zg'amashdi. Qandaq o'g'lim, uyda o'ldirib zerikmagansan, ha? Ta'tillik topshiriqlaringni ishlab bo'ldingmi?
Yo'q. Ötüdün boşab işleyman. Ata deyli 15 gün bo'ldi sana. Topshiriqni vaqtida ishlamay, ta'til to'shilganga oz qolganda kechilab o'ltirib ishlaysan. Qachonliqim bu odatingni o'zgartasan, ha? Dodo, u menga olyapti. O'g'lim shundoq sho'q. Shundaqdimi, uningga yaxshiroq muomala qilishingiz kerak-da. Uning ustiga uning opasi yo'q. U texi kichik bolada. Kechiring Rahman efendi. Men endi ishlayamagudekman. Kechiring Marixon. Bu mening qasdan sizni ayblaydim emas. Men sizdan shundoq rozi. O'g'limni shundoq obdan qarayapsiz. Xato gap qilib qo'ygan bo'lsa, meni kechirib o'ting, bo'lamdi. Ola! Yemamsa, o'g'il oldiga gach-gach yeyish kerak. O'g'lim shundoq sho'q. Shundaqdimi, uningga yaxshiroq muomala qilishingiz kerak-da. Kechiring Rahman efendi. Men endi ishlayamagudekman. Yaxshimisiz? Bay. Nurgulmisiz qizim? Appa. Nim bo'ldingiz? Yig'labsiz. Yo'q, appa, sizni bek ko'rgim keldi. O'zingiz yig'tirib Men yaxshi bola. Dorilaringizni vaqtida ichib Qandaq? Bu yerga ko'nib qoldingizmi? Ha? Sizni bek ishqi selayotmaydiganda? Ha, har holda hushyor bo'ling. Xalqning bolasini yiqitib tatib qo'ymang, angladingizmi? Anladım appa. Xotirjam bo'ling. Ish bo'lsa o'zim Yo'q bolam. Xalqning telefonini ishlatmang. Xafa bo'lib qoladi. Men sizga o'zim telefon uray, ma'qulmi? Ha? Bo'ldi appa, kelmasangizmi bo'ladi? Ma'qul qizim, Xudoyimga omonat. Xo'sh. Oy, xanim. Nochigo o'zlari, ha? Telefon haqqi nimandaq yuqurlab ketgan desam, aslida ona bola ishqila telefonni changallab olib, telefon so'zlashib ekansiz-da? Ay, har kun opangni ishlab telefon uramsan? Men telefon urib baxmadim ada. Qara buni. Ay, sen menga bir haqida telefon haqqi to'lashmaganmiding? Bu telefonni ommaviy telefon ko'rib qoldingmi? Chiqaman, bola qara. Sana deb qo'yay. Bolaga es-hushing bilan qara. Navoda bolaga bir ish bo'lgan bo'lsa, seni saqlamaysan. Chiqaman.
Marixan, nima ish qilyapsan? Sana o'xshitib tamoq etib beray deyapman. Qo'lingni chiqara. Yo'q, ikki qo'lingni chiqar. Voy, ajab yaxshi bo'ldi. Uf. Ajab qo'rqitdi. Qiladigan bo'ldim-da. Buni qanday qishlaydigandu? O'qishni najab zerikdim. Akila, men sana tushuntirib qo'yay. Senma? Sen nimani bilatding? Bu ya tomoq ichish bo'lmasa, voy qo'rg'am tushuntirib qo'yay dikkatginni. Meni yaratmayotamisan taxi? Menmicha to'liq o'ttirni bitirgan. Rost? Ha? Undaq bo'lsa, nemishqa boshqa xizmat topmay, bizning uyda xizmatkorlik qilasan? Sen tushunmaysan bolam. Xizmat tepish uncha oson ish emas. Uning ustiga hamma odamning turmushi senga o'xshash baxtli bo'lavermaydi. Qara, sening dadangmi yo'q, g'amingmi yo'q. Agar bolalarning hammasi senga o'xshash baxtli bo'lgan bo'lsa, kim deydi meni dadig'im yo'q deb? Mening dadim eng ko'p, g'amim bakchiq. Sen bilmaysan, mening opam. Kechiringlar, bugun kech qoldim. Dada. Dada, ta'tillik topshiriqlarimni ishlab bo'lay dedi. Voy, shundaqmi? Tabriklab qo'yay, kela. Dada, Marixan menga topshiriqlarimni tushuntirib qo'ydi. Hey, Marixan demay, sendan cho'ng bo'lgandikan, Marixan apa degan. men qaytay. Bakkashib ketdi. Kechiring, bugun kech qoldim. Yuring, uyingizga olib qo'yay. Bo'ldi, o'zim ketaveray. Hech qisi yo'q. Mashina bo'lgandiga birdan olib qo'yman. Ma'qulamsa. İmramı belli basun. Yürü oğlum. Aynurek, ha o'rnidan. Ya Allah, qilg'ush uxlaydi ekansa. Bolni to'sib qilib, uning ustini bas. Bola uyg'onsa, ko'chida turishni bilmagan. Kunduz bola uxlaganda uxlamasang bo'ladi-ku. Senin balan futbolda oynaverme. Uyga kirib ketaylik bo'lamdi. Dadam seni mustahil misin deganti. Men bilan qarim bo'lmasa, men uyga kirmasa kirkda. Yiqilib ketma, diqqat qil. Ha? Hey, Marixan, yaxshi o'ynamdikkanmi?
Yosurumni olur bularga davarligina. Sorma apa, kamu sorma. Ya Allah, ya Allah. Bo'ldi, Odamni bir bo'ldi, orab sorma. qilib, o'rtog'ini qo'ymagan. Nima ishlar yig'ilsa, boshqa bir o'ylab qaramagan. Nima ishlar? Bo'ldi. Bo'ldi, yig'ilma qo'ysam. Assalom. Bo'ldi qila. Tinchlik Qanday qadash. yashimiz sen? Bolangda yig'lab ketdi. Shu emasmi? Qo'ziga ochdimi buni yomon yig'lab ketyapti bu. Ana. Qanday qilsam Tinchlikmi? Yaxshi turdingmi? Uzun bo'ldi Ko'rdan ko'rmaysan turdim. g'o. Qani, kira. Anlasam yangi opsan adash. Vaqtida yo'qlabmi kelanmadim. Baksat bo'ldi. To'g'ri tushunaman qo'adash. Yo Allah, senimi ko'rdigan kunlar keldi ekan-a? Biz ko'rishmagili 3 yil bo'ldi-ku deyman. Shundaqmi? Shu emasmi? Ay. Men izlamasam sen izlamaysan emasmi? Qara seni, yashiribli ketibsan. Oy, ne degini? Sen pek chiroyli bo'lib ketibsan. Rahmat. Qaynadash ağını. Oye, adaş, muş öygü çoğukara, balı bakıcı salsang, yel yemiş, meyuçik degandek narsa, qurupli ketidi degine. Rastaysan adash. Qani, Bo'ldi, bakan g'o mana. ağaş ildira. Hay, bu qizni qayerdan kelding? Putqo'llar xili chaqqan ekan-a? Bu neçi mağa, Xudoyim berdi. Opisidan boshqa hech nimasi yo'q ekan. Opisimi boshqalarning uyida madkorchilik qiladi ekan. Buning qaraydigan cho'lisimi yo'q. Yangi kelgan chog'da hech nima qilolmaydigan lahva bir nima edi. 20 kunning yoqi butun ishga pishirib bo'ldim degina. Hozir qo'l puti shundoq chaqqan bo'lib ketdi. Voy bechora. Yetim bola ekan-da u. Voy iching og'rib ketdimi? Voy, sen bilmaysan, hozirgi bola boqquchilarni-chi, voyla deb qo'ydigan bo'lsang, shunchalik haddidan eshib ketadi ekan, to'mirog'ini bek tutadi ekan degina. Shunglashqchi, buningga anchalik ochiqcharoq qilib ketmayman. Yo'ldishingchi, aldirash o'xshamamdi. U hozir Hangjuda, ashada turib, menga mal yetkazib beryapti. Men do'kon ichyapman. Kunlarimizni mushundoq o'tkazyapmiz-ku. Qarg'anda ishlaring xeyli rivojlanib yetibdi-da. Xudoga shukr, xeyli yaxshi. Haras, seni bu ishkirda tijorat qilyapti deb anglagandim. Tijoratning qanday? Bo'p qoladi. Hanim bo'lsa. Adash. Rost gapni qilsam, mening bu qizga xeyli ko'zim tushib qoldi. Menga bergan bo'lsang, o'zim yolg'iz degina amra qilib olsam bo'pti ekan. Shunda qila, adash. Yey. Nima deydigan sen? Sana beribsan bolamga kim qaraydi? Boshqa birisini akamamsan. Pulini-chi o'zim chiqarib beraman. Hay. Agar uni menga bersang, 10 ming qo'y beraman. O pulg'ichi boshqa bola boqchi topsang, bolangni 5 yil boqtirsan, 5 yoshga kirgacha yetadi. Undaq bo'lsa-chi, adash. Yana bir 2 oydan keyin men uni ketkizib Opisi yo'q chog'da uni aldab saldab sana chaqirib bersam, qag'imni o'zim jo'ndib olmamsa. Ma'qul. Uni poyezdga chiqarib olsang, opisining uni izlab keynidan mongdigan mag'durimi yo'q degina. Gaping gapchimi? Hargiz yenib olmaysan, ha? Ma'qul, chataq yo'q. Gapim gap. Ajab yaxshi bo'ldi, adash. Endi yaxshi bo'ldi. Ha, ma'qul. Voy, Imronma. Nima ish qilyapsizlar, o'g'lim? Marixa opang uyda bormi? Unda bo'lsa ishkinglar hozir tushinglar. Men past saqlab turay. Chaqan bo'linglar, ha? Bulunga, nega boramiz dada? Ha. Chiqdinglarmi? Uzun bo'pti beli tamoq yemagili. Tamoq yeyli.
Mening uyda azroq ishim bor edi. Men uyga ketaveray. Unda desangiz bo'lmaydi. Mashinaga chiqing, bil tamoq yeying. Birga borayli. Yuring. Bulunga. Bo'linglar. Ya balam, Yo'q, qo'shiqim to'ydi. Azroq boshqa yegin. narsa akeldiraymi ya? Yo'q, bo'ldi. Men televizor ko'raman. Bu bola bek sho'q. Qarasam xili chiqib qolgandek tursiz. U sho'q bo'g'ini bilan bak aqlliq. Bu bola burundoq emasdi. Apis tugab ketib, mushunda xo'p qoldi. Hatto bir yildak menga qiydab yurdi. Apis kasalchanmidi? Yo'q, undaq emas. 2 yilning oldida to'y qilganimizning 10 yilligini tabriklash uchun taq o'yini qilib chiqdik. O kuni ayolim bakli xo'shal edi. Qaytish yo'limizda old tarafdan kelgan bir mashina so'qilib ketib, mashinani so'chirdik. Ayolim naq maydonda qazo qildi. Men bir putimdan ayrilib qag'iltas qoldim. Shundan beri bu bola apamni teppa, apamni akappa deb ko'p japa soldi. Onunga qancha tushundirgan bo'lsam qaqimadi. Shundan keyin uyga ayol xizmatkor akasamla u xafa bo'ldi. Lekin xizmatim bek aldirash bo'lg'ashqa bu bolani qiynab qolarmikin deb bek ansiraydi ekanman. Aslamanda kenda. Bichar bola. Nurgül, turaverіңден. Бүгін шәмбі болғаннан кейін мен базарға беріп нәрсе керек сетіп алайын. Sen balığı qarğaş öy işlerini qıraştırğın. Beşim ağır ketdi. Kim boldi? İşinin gepini anlap, beşin ağır atamdı. Ha? Ya, beşim rastıl ağır ketdi. Qısıp ketdi ben. Uy, rastıl qısıp ketdi mi avamde? Bul. Naştılğınqa tezarağını içip ağın. Bu ne? Ya Allah. İş bolsa adamga teripli bəgin. Zukumangda balık joqtırıp qoymasan bulatdı qoy. Balını təvirtlə. Darağını ele içip alsan buldu. Bula. Men mağdım ha? Oldu, balım şığılma oldu. Buna az kaldı ha? Bey, qiyirişqanda gecep bir ağır qağın abirni meninki. Adamlar hecep mi bir toy qaldı qoy. Bugün günü ağır qağın ne? Oldu, balım şığılma oldu. Hay, Nur, bek çıqa. Alama balını. Baldın ezamı jirak buldun mu? Bezde qarab turmay sütünü bermemse. Seni saqıltıb qoydum, ha, fikrim. Qani ala. Aldırışıq. Oldu acha. Nega yat odam bo'lmasam? Qani ala. Ala. O'xshatdimi? O'xshabdi. Acha, bolam ko'rinmaydi-ku. Uxlab qoldi-ku deyman. Hay Nur. Bol qani? Peshki bilab qo'ydim. Ha, menga chiqa. Hey, uyning ichidami maska taqyapti? Bu nima ish? O'zi qamdab qapti-ka. Baliq yuqtirib qo'ymisisan deb maska taqab qo'ydim. Bo'lmabdimi?
Qilmaydigan ishing yo'q-a sening. U moskchi qara. Uningga xuddi eshakka taqi yarashqandek yarashdigina. Men bu yerda bunda xo'rlik topqicha kessamla bo'lmadimi? Apamga telefon beray. U meni bundan boshqa yerga etkazsin. Vay, sen kim? Kimni izlaysan? Ay, bu Rahmon apamning uyimi? Sen kim? Nima ishing bor? Mening ismim Nurgul. Apamni chaqirib qo'yamsiz. Isming Nurtayma? Nurgul. Nurshotma? Yo'q, Nurgul deyman. Isming Nurzat? Unda qilmay apamni chaqirib qo'ysangiz bo'pti ekan. Bu uyda opam yo'q. O'tinib qalay ukam. Apamni chaqirib qo'ying. Voy, nimanda azmini qilasan? Opam yo'q dedim-ku. Balam kimkan? Voy tong, bir sorankan, nima deganligini faqat uqib olmaydi. Xo'sh, so'rang. Nurgul. Tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin, qizim. Rahmat opa. Ichib ko'rib beqing. Pek chiroyli ekan opa. Rahmat. Yaradimi? Tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin. Men. Rahmat ukam. Nega boramiz? Talla bozorga narsa kerak setib olib boramiz. O'zing berib-vermay, menimi billa olib olgandikin menga cho'ng o'yinchiqdan birini olib bersan jimoq. Ma'qul, xafa qilmasang jiq narsa olib berman, bo'lamdi bolam. Ma'qul. Kira, Neha. 欢迎光临莲红色。上衣11码的有没有？这上衣有没有11码的？模特上穿的就是11码的，刚上的新款。请问你是自己穿还给别人买？不，给我女儿买呢。这上身效果挺好的，颜色也好，但专卖店质量都挺好的，都有保证的。而且款式也比较独特。这来bolam. 慢走，欢迎下次光临。Hoy. Sana nim bo'ldi, ha? Hechib 2 kunda bir uyga kelgan bo'lib qolding, ha? Seni yo'qlab kelaman-da, acha. Astag'firullah. Hey, meni bilmaydi demsan, sen umaymoqqa ko'z tashlab kelayotgansan. Sendan hech qanday ishni yo'shirg'ili bo'lmaydi-da, acha. Men bir necha do'stlarim bilan diskoxonaga boramiz deb qo'ygan. Ular qiz do'stlarini ep bordi ekan. Mening ya qiz do'stim bo'lmasa, Nim dedim? Xato anglab qolmagandiman. Hey, nomus qilmay o'sha monqini opiramsan? Qo'ling joyidami sening? Tova, nimanda qildigan-da bu? Voy. Nima bo'ldi? Hey, uning kiydigan tuzukdak bir qur kiyimimi bo'lmasa, qanday qapirsa uni? Jinim acha, sen chiqib yasab qo'ya. Sening payzi kiyimlaring bor-ku, ha? Shuna qila. Hey, sening demagan mushi gaping qolgan, ha? Tura acha. Moda kiyimlaringdan kiyizib qo'ya. Hey. Ma'qul. Uni tezashtirib qo'yay, ha?
Hecip mikirmidi. Şundaq çıraylık bo'lib ketding. Tur, aynak qarab baqama. Ötünüp qalayman bormaycha meni avatmang. Hey, ahmoqmisan? Birsi seni o'yintib aklaydiysizmi, bormamsan? Voy, mani, birsini qushxonaga olib bormay davatqini yo'q. O'yintib akilmay davatida tazim dötnimikansan ha? Tura o'rningdan. O'yintma deganga qo'shuvg'ina. Tura. Nimada qo'g'anni egibg'andi? Sultan, qara. Voy. Oy pari bo'lib ketibdi-ku bu qiz. Menglaymisan. May. Men bormaychu. May. Doda, xalq maydoniga berib Musayil saq bo'lmamdi. Apiray. Rahman efendi. Men uyga qaytib ketay. Kech kirib ketdi. Meni qachongacha Rahman apandi deb chaqirsiz? Tek baldirg'o. Uydagilar asrab qolammi? Yo'q. Uyda odam yo'q. Siz yolg'izmi? Yo'q, yolg'iz emas. Mening 2 balam bor. Cho'ngi qiz, kichigi o'g'il. Men o'g'lim hamildor bo'lib uzun o'tmay, erim bizni tashlab boshqa bir ayol bilan ketib qoldi. Men 2 bola bilan nurg'un issiq sovuqlarni beshimdan o'tkazdim. Biroq turmushimiz oddiy bo'lsin-mi? Balalarimni ayt sog'lom cho'ng bo'lgan edi. Qizimni maktabda o'qitdim. O'g'lim. Oğlum o əmdəli 5 yaşqa kirgan edi. Shuningdan keyin men og'rib yetib qoldim. Qizim bo'lsa meni deb maktabdanmi qoldi. Qizingiz hozir nima ish qilyapti? Menmi ishlayman deb turib elib, birsining bolasini beqiyotdi. Mundaqda o kichik turib ishlayotdi-da. Uni pat ko'ngli bordigan siz u qandaqroq turibdi? Qizimni ko'migilimi 1 oy bo'lay dedi. Bir necha qitim ko'rib kelay debmi vaqt chiqaramidi? Doim telefon qilsam, mendan ansirmam. Men yaxshi turibdim halla deydi. Shundaqmi? Chapiningizni silib o'tiring, ha? Eling, yo'q bo'ldi. Ammamsiz. Bo'ldi. Isib ketgan bo'lsangiz chapiningizni silib o'tiring. Singlim, nega borsiz? Tozalik uyiga kirib chiqay. Men bilib boray. Qizvolni qiz do'stim deb uyak boshlab keldingmi? Odamni zahmat qilayvermagina. U rostli kichikini qizvola. Ochamning uyida turadigan qizvola tesho. Balla vaqtchi degna. Ayzinglar adash. Emis uni obdaroq o'ynatib ko'zni echib qo'ysak bo'g'idek adash. Shunda qilsam qo'lingni chiqib ketmasa yana. Kecha o'tiringlar ballar. Xo'sha. Qizingizni kelar mavsumdan boshlab o'qitaman deb yaxshi o'ylabsiz.
Bo'lmasa, bizning uyda tursin. Uning texni yaxshi bo'ladi. Imron cho'qim qo'shiladi. Ha? Imron yo'qa? Oy, kaynimizdan kelayotgan tug'u. Ne ketgandi? Qarab baqayli. Yuring. Imron! 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 Singlim. Tez bu yerdan keting. Tez keting. Men yolg'iz ketmayman. Ikkimiz bo'lmaydi. Siz o'zingiz bir amal qilib keting. Ularning niyati durust emas. Hargizmi ularning qo'liga tushib qolmang. Tez bo'ling. Tez. Bu eshik bilan chiqib keting. Tez bo'ling. Imron! 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 Astagfirullah bolam. Imron! Assalomu alaykum. Bir kichik bola ko'rdingizmi? Bo'ymunchilik bor. Ko'rmadim-ku. Beshik do'ppi kiyib olgan. Yo'q, ko'rmadim. Astagfirullah bolam. Imron! Imron! Fukam. Do'ppi kiyib olgan bo'ymunchilik bor bir bola ko'rdingizmi? Imron! Yo'q, ko'rmadim. Ne ketgandi bu? Imron! 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 Ne ketgandi bu bola? Imron! Haras. Ha? Boy u xalq maydoniga musiqani apag'ida qat'iy shu yerga o'xshamamdi. Voy bunu da tez borayli. Yur. Bo'ling tez. Nimadan uzunda kelsa? Hey, Nurgul qani? Nurgul yo'q, men uni ketkizib o'tdim. Bu nima qilganingiz? U o'zi yolg'iz qanday ketalaydi? Nima deysa? Xalqning ishiga nima deb aralashsan? Sultan o'zi kelgandikin o'zi olib qo'ymamdi. Sen og'zingni yuma. Sening menga uni bunday degan nima huquqing bor, ha? Senimi ko'rib qo'ydim. Qarniyat nima ekansan? Nima ish qilmay tillaysan? Men senga nima ish qildim? Sen menga emas, shu bechora kichik qizga qilding. Uqdingmi? Sen uning ichimligiga to'g'ri silib, zodi nimaga erishmoqchi? Navoda u sening singling bo'lgan bo'lsa, shunda qilatdingmi, ha? O'g'il bola bo'lgandikin, vijdoning bilan yashasang bo'lmamdi. U vijdonsiz. Hey, adash, men Nurgulni uyga olib qo'ymsam bo'lmaydi. Yura, bil izdayli. Imron! Imron! Imron!
İmran! Dada! İmran, canım balam, acaba ensirattın beni. Canım balam. Ay, bana desen, biz birlik emas mıydık ha? Ay, elim yaxşı tepip aldık, birinin bo'lmagan sen, ha? Hey İmran! Acaba ensirettin adamni. Kechiringlar. Mayli. Ajab nasi osta? Nagim ketganda bu injimaroq. Adash xato ko'rib qolmagansan, ha? Yo'q, ay, mushtarab ketganini o'z ko'zim bilan ko'rgan tursam adash. Asta. Nima ketgandi bu? Shundaymi? Nagimi ketgandi u. Mushtarabga o'tib ketganini ko'rgan adashman. Rasmi shaq ketdimi? Lekin shu deb jazmlashtirolmayman adash. Agar uni topolmasam, nasos qilish shu. İmran, canım balam, acaba ensirattın beni. Canım balam. Ay, bana desen, biz birlik emas mıydık ha? Ay, elim yaxşı tepip aldık, birinin bo'lmagan sen, ha? Kira. Oyun tazi qizg'an o'xshamamdi. Yelimi bormayman deb turvag'ining, borma degan bo'lsang, tong otganda kelayotgansan-tu, ha? Sultan qani? Bilmayman. Nim deding? Sultan qani deyapman. Rostli bilmayman. Bilmayman. Ma kira. Tez bulun kızım. Tez. Yetiş figürüm. Tez bulun. Tez. Abba. 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 Nurgül! 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 Canım kızım! Nurgül! Nurgül! Acha, men uyimga ketaymikin deyman. Nima? Uy ketaymikin deyman? Hey, bu uyda qo'zg'intiq, kiyiming butun bo'lib atdi. O o'nkirdak uyga bervag'ining bilan opang sirti ishlayapsa, u uyingda qo'rqmamsan. Qara gapini. Uning ustiga qara, 2 oylik pulni oldinala opangga berib atganman, bildingmi? Hech bo'lmaganda mushu oy chiqib ketkichilik mushu uyda cho'qim ishlashim kerak. Amsi buningdan keyin hech nega bormayman bolamdi.
Voy voy, barmısang barmıg'ina? Hey, menchu qara, oqsham seni shundoq bir ko'ngli xush bo'lib qolarmikin deb ivetgan. Bo'pti, barmısang barmi? Men sanga dey qara. Opang og'riqchanka. Opangga iching og'risin. Mushu uyda turib, uyingga ketishning g'amini qilmay, bolamga obdan qara, bildingmi? Nega borsang-chi qara, qozonning qo'li qutut. Boshqa bir yerga borsang birsini to'riga chiqib o'ltag'izib qo'ymaydi. Yana mushu uyga o'xshash ish qilsa, angladingmi? Shuning uchun gapimni anglab, bolamga obdan qara. Oy, men qo'yib beray. Bo'ldi, o'zim qo'yay. Ha, bo'ldi o'g'lim, bo'ldi. Oy, rahmat bolam. Bolamni ko'p o'zgartdingiz Juma. Uni o'zgartish ketmaydi. U o'zi azaldan yaxshi bola emasmi? Ha, bolam? Bugun sizning dam elish kuningiz ekan. Men baldiroq qaytaymikin deyman. Bir necha kun bo'ldi. Qizimni kunda tushab qelyaptiman. Uningga bir ish bo'ldimikin deb ansirab qoldim. Shunga uning yeniga berib kelaymikin. Bo'pti. Bering. Meningmi boshqa ishim yo'q ekan. Tamoqni yeb bo'lgandan keyin men siz bilan birga boray. Bo'ldi, sizni avariq qilmay, o'zim beraveray. Yo'q, bo'ldi, tatinma. Tamoq ye. Olay bolam. Nimiş qıbalını vaqtida to'simaysan? Bak qapaqqalang ishlamdi yo'q, ha? Nimada qon vaqti birdimi sen, ha? Men sen qachongachilik o'g'itman? U laqma, qirg'ida uyning amirini suyib firtib o'tibsan, ha? To'g'dak bo'ying bo'g'icha, tugimdek aql o'zingizdan qarab turmay yerlarni tashlab, kirag'ida shuklanish yo'q. Ha, ishnash. Nurgul, oppa. Yaxshimisiz? Tinchlikmi? Fazilat. Sen qandoq ana? Men sening bunday qilishingni o'ylab boqmabdi ekanman. Sening qandoq ana ekanligingni hech tushunamadim. Sening balang bola bo'lsa, mening balam nima ekan, ha? Sening balangni boshqalar shunda xo'rlagan bo'lsa, sen chidab tura olamsan. Men sana deb qo'yay, har qancha yomon kunga qolsam, sening qulchiligingni tashlab bergan bola yo'q. Yuring qizim, ketaylik. Nega ketishyaptinglar? Ma ayning-chi vaqti to'shqini yo'q. Qancha kun qoldi? Hisoblab qo'ying. Yana 5 kun vaqti bor. Hisoblab qo'ying, pulini akab berib ketay. Oy! Yana-chi, xinining uchisidagi kim bor? Kirib seliversin. Sizlarga bergichilik, divoniga sadiq qilganim yaxshiroq. Sadiq qilayman. Kiringlar menglar. Yuring qizim. Qo'lingizni chiqaring, ha? Bo'ldi. Bunday qiling. Ala. Qarang, qizingizning mersiga jib xollagan. U chiqim talaylik qiz oladi. Yuring qizim. Rastımda benim balammadı. Ben onunla neyim qilib qo'ydim? Xudo. Senden yutib qalay. Meni bunday jazolama. Men endi qandoqmi qilaman? Git qolsam qarab qolg'ucha qo'llarimni solcho'si
kechirasanmi? Meni kechirasanmi? Görüşmegili uzun bo'pti. Shundoq 10 yil bo'ldi. Siz bilan tar ko'chada uchrashib qolaman deb o'ylab baxmabdi ekanman. Siz o'zgarib ketibsiz Fazilat. Balkim o'zgargandimi? Turmush meni o'zgartdi. Sizni bu yerga chaqirishimdagi maqsadim-mi? Nima? Yo'q. O'tgan ishlar o'tib ketdi. Bu qanday mumkin bo'lsin? Nima? Siz nimalarni deb ketdingiz? Men faqat sizga bir ishni aytib qo'yish uchun bu yerga chaqirdim. Shundaqmi? Men xato tushunib qoptiman. Meni kechiring. Rahmat, men bu ishni ko'p o'ylanib, oxiri sizga aytish qaroriga keldim. Ayni chog'da men maktabdan ayrilib, ammamning uyida oy kunimni to'shqizdim. Balani tug'ib bo'lib, doktorxonaga tashlab qo'yib, kechilab qochib chiqdim. Nima? Siz balani og'iz etmagan demakchimi? Nimalarni deb yurisiz? Amal bo'lmadi, rahmat. Shu chog'da sizgami, balig'imi qanchalik o'shib ketganligimni bilamsiz. Keyinchi qanday bo'ldi? Keyin yurtga berib, shu yerda ovqat qilgan birisiga yo'qlik bo'ldi. Biroq qilgan ishlarimning jazosini topdimmi bilmayman. Balalık bulamadım. Keyin Ürümchiga kelib ko'p davolangan bo'lsam-mu, amal bo'lmadi. Keyin bir bola beqib oldim. Ammo mening nima qilganligimni bilamsiz? Men o'z bolamni boshqalarning pushtidan bo'lgan bola uchun tanlab xo'rlabdiman. Bola boqish qilib ishlatibdiman emas. Nima? Siz Nurgulni ikkimizning bolasi demoqchimi? Siz jo'ylab otamsiz qanday? Agar men uning me'risiga bir jup xalni xato ko'rmagan bo'lsam, o Marixaning beqilgan qizi bo'lsa cho'qim shu. Men Tangrining meni yana qanday usullar bilan jazolaydiganligini hech bilmadim. Marixan to'g'ri aytibdi. Men ona bo'lishga loyiq emas ekanman. Men hatto bu dunyoda bir qizimning mavjud ekanligini bilmagan ona tursam, men haqiqatan odam emas ekanman. O'zingizni ayblamaman. Bu yolg'iz sizning sararligingiz emas.
Manga Nurgül doğruluq so'zlab berishni xohlamsiz? Nima ish bilan so'raysiz? Biror ishni anglab qoldingizmi qandaq? Yo'q, undaq emas. Men sizga ba'zi ahvollarni so'zlab beray degandim. Rahmat. Men endi qandaqmi qilaman? Fazilat, meni xato tushunib qolmang. Men buningga bir narsa deyamayman. Bo'ldi sizning shundoq deydiganligingizni bilardim. Mening sizga og'irchilik tepagim yo'q. Siz o'qishingizni tamomlashtiring. Men mush maktabdan kesamli bo'ldi. O'zimning ishini o'zim bir taraf qilaman. Hey, Fazilat! Fazilat! Buningdan 13 yil ilgari 3-doktorxonada tozalik ishchisi bo'lib ishladim. Yiliqi ayol bo'lim tashlab qo'yib ketib qoldi 3 kun bo'ldi. Qarg'ani bolasini olmaydigan o'xshamamdi. U qaytib kelmasa, balani beqoldiganlar chiqsa, beraytamiz. Shunda qilmaymi amalimiz yo'q. Bu dunyo mushundaq rahimsiz. Bola dunyoga ko'z echibla ona mehridan mahrum bo'lgan nemisi. Nimishqa shundaq rahimsiz onalar yoriladigandu. Tova. Bola 3 yoshga kirgan yili o'zimdan 14 yosh cho'ng bir psixiatrlik bo'ldim. To'y qilib 6 yilgacha farzand yuzi ko'ramadim. Erim to'la topdan qilib Manga o'zimning pushtidan bo'lgan bola lozim, haqning suqinnisini baxmayman deb meni tashlab ketib qoldi. Ulug' Allohning taqdiri bilan shu oyda bo'yimda qolgan ekan. Biroq u bolam menga nasib bo'lmadi. Ondaqdan Nurgül Rastlı mening qizim kanda. U nima deydigandi? Ular Nurgülning ota-onasi o'xshamadi. Bu qanday gap? Ular qizimni mendan tortib olsiz-chi? Yo'q. Hargiz demayman. Bu sizlarning ham xiyolinglar. Marixan. Imran. Balam, men mangdim. Dadangning gapini obdan angla. Ketmisang bo'lmamdi. Yig'lamagan balam, ha? Yo'q, agar ketmisang hamma ishni o'zim qilaman. Qochchilarni yeyman, kiyimlarimni ratlayman. Seni qo'rqmayman. Undaq bo'lsa, mening teximi kergim qilmabdi-ku balam. Ketmagin-na, ma'qulmi? Menga boshqa birisining kergi yo'q. Meni kechirgin balam. Yig'lama. Meni kechirgin. Baldiroq ketmasam qizim yolg'iz qoladi. Ketmagin-na. Ketma. Ketma. Gapimni anglayman. Xo'sh balam. Ketmagin. Kechir. Ham xiyol qilishma, qizimni hech kimga tatqizib qo'ymayman. Sizlarga berdiganga uning paypig'im yo'q. Nurgül, chaqqan chiqinga, nim qilyapsiz? Voy, opa, qarab o'ltirmay, men bilan yig'ishtirishib bering. Voy, opa, biz hozir nega boramiz? Nurgül, sizning men bilan bog'ingiz bormi yo'q? Qiziq gap qildi ekansiz, opa. Siz bilan birga turmay nagim ketadi. Taniz chapiningizni kiying.
Oy, akilanga men aytib qo'yay. Bo'ldi. Yuring. Akilam men kettiring. Astroq. Nima ish oldi? Nima yig'laysan? U ketdi. Kim ketdi? Marixan ketdi, dada. Uni qaytarib kelayli, dada, bo'lamdi. Menga 200 koy berib tursang bo'ptikan. Pulni nima ish qilsan? Men sovg'at setib olay degan, uni xushal qilsam, o'choqqa qaytib keladi. Sovg'at nima olib beray? Qarag'anda tanlab qo'ygan o'xshamamsan, ha? Ha, qo'pa, yetmagan yeringdan qo'shib beray. Yiqqan pulingni menga bergin. Aram mushisi yig'dingmi? Marixan kulib qolgan o'xshamamsa. Bo'la, ha. Ha, tez mangayli. ketgandi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qo'shnimiz Marixan nima ketgandi? Yerala chamdonni ko'tarib chiqib ketgan. Nima? Chamdan ko'tarib chiqib ketdimi? Bir chamdan bor. Rahmat sizga. Tez bo'l bola. Ishqisi yo'q. Marixan opa. Voy, sen sizlar Marixan. Appa, ular kimlar? Mumkin bo'lmaydigan ishlarga avara bo'lma. Qarang Marixan opa, sizga hiliq chopanni keldim. Rahmat bolam. Sen achang bilan o'ltirib tur, dadamga deydigan gapim bor edi. Marixan, xato tushunib qolmang. Mening demoqchi bo'lganim bolalarimizni. Dada, yonchug'ingdan chiqolmamsan. Marixan opa, dadam sizga to'yliq uzuk setib oldi. Siz dadamga tegishni xohlamsiz? Bu bolniza. Bu uzuk oddiy bo'lsa-mu qabul qiling. Buni sizga atab setib oldim. Mumkin bo'lsa, bolalarimizni birga baqayli. Ela. Appa. Jurunga, mangayli. Akalam, chamdan mang bering. Mangayli.
qo'ldan tutsanda aka qulog'ini cho'ng yo'lda bundoq chaqchaq qilsang bo'lmaydi. Xatarlikchimi? Seni qandoq qildi ekan desam, haqning qo'lini tutib ketaverdim. Turmush haqiqatan tushunib bo'g'ilib bo'lmaydigan ajoyib sirliq narsa ekan. Meni bu dunyoga ko'z ochqizgan ham meni tashlab ketish ko'z qiygan ash ana. Zodi kim? Bu muhim emas. Muhimi menga bu dunyoni haqiqiy tanitgan, menga haqiqiy mehr shafqatini ato qilib, beqib cho'ng qilgan. Men uchun butun vujudi kuyib kul bo'lgan mehribon onam bor. Kaynidan ayishib, necha marta yiqilib, qarshi yetkicha "Dada, dada" deb yig'lab turib chaqirsammi, parvosiz tashlab ketgan dadam Sodi kim? Bu muhim emas. Muhimi meni bu dunyoga oxirida qilgan, to'mirimda uning issiq qonlari o'rkashib eqatgan kuyimchan dadam bor. Ayning 15 qarang'i bo'lsa, 15 yo'riq degan shudir. Aldığınızdaki dükkandan posunu ettirey ya kızım. Nargil kızım. Nargil kızım. Kechiring adi, men qizingiz emas. Faqat ilgari sizning balbaqichingiz bo'lgan. Nargil. Nargil kızım. Başbaharning illiq qo'ynida manga tep ko'chini bo'ylab siz manga tep ko'chini bo'ylab xiyollarim chigilgan tugul
Şinas